Assalomu alaykum azizlar barchaga. Bugungi mavzumiz ham aynan qo'rquvlar, fobiya, umuman olganda nevroz haqida. Agar sizda bosh aylanishi, tomoqda tiqilishlar, kuchli qo'rquv yoki bo'lmasa yopishqoq xayollar, qizib ketish, sovib ketish, doktorlarga borasiz, doktorlar hamma tekshiruvlarni o'tkazadi. Yuragingizda EKG qiladi, elektrokardiogrammaga tushiradi, eho qiladi, holter taqadi, hammasi soppa sog'lom chiqadi. Endokrinologga borasiz, buqoq bezlaringizni tekshirtirasiz, gormonlaringizni tekshirtirasiz, hammasi joyida. Nimadan bo'layotganini hech kim topolmayapti. Insonda bunday holatda insonlarda shunaqangi bir xayol bo'lib qoladiki, demak meni kasalim unikal kasallik ekan. Demak meni kasalimga hech kim davo topolmayapti, aniqlay olmayapti degan insonda bir yomon fikr paydo bo'lib qoladi va insonda bu holatda o'sha obsessiv fikrlar deyiladi, ya'ni yopishqoq xayollar ham bo'ladi. Demak, nevrozning turlari juda ham ko'p. Kardiofobiya bor, aynan yuragini o'ylayveradi, yuragini o'lchaveradi yoki bo'lmasa qon bosimi. Qon bosimini har kuni bir 5-6 marta o'lchaydiganlar bor. Yoki bo'lmasa obsessiv xayollar bor, miyasida yopishib qoladi yoki klaustrofobiyalar bor, yopiq joylarga kira olmaydi, liftlarga kira olmaydi. Yoki agrofobiya, sotsofobiya, buni fobiyalari juda ko'p, keng tarqalgan. Hozirgi kunda ayniqsa mana bu nevroz kasalligi juda keng tarqalib bormoqda. Demak, buning sabablari birmuncha insonlar o'sha hayotdagi stressning ortish darajasi yoki bo'lmasa o'zimiz bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bizni orzu-havaslarimizni 2 karra, 3 karra oshib ketishining natijasida ham mana shu nevroz kasalligi kelib chiqmoqda azizlar. Demak, juda ko'pchilik o'sha doktorlarga boradi, analizlar topshiradi. Analizlar javoblari hammasi ijobiy chiqadi, ya'ni yaxshi chiqadi. Hech qanaqangi shifokorlar tomonidan hech qanaqangi bir kasallik topilmaydi. Juda ko'pchiliklar shifokorlardan xafa bo'lishni boshlaydi. Nimaga desa, meni kasalim bilmayapti. Shifokorlardan xafa bo'lish kerak emas. Bu psixologik muammo. Undan keyin nima qiladi? Ko'pchilik folbinlarga borganlarni bilamiz. Hattoki folbinlarga boradi yoki tabiblarga boradi. Hammasini qiladi. 5-10 kun, bir hafta yaxshi bo'lib qoladi, yana o'sha holatga tushib qoladi. Bunda insonda juda kuchli qo'rquv bo'ladi. Bir nima bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa o'lib qolishi mumkin. Asosiy qo'rquv o'limdan bo'ladi. Ya'ni o'lib qolsam nima bo'ladi yoki bo'lmasa odamlarning ichiga kirgan vaqtida o'sha sotsofobiya bor insonlarda odamlarning ichida yiqilib qolsam nima bo'ladi, biror nima bo'lib qolsam nima bo'ladi degan qo'rquvlar bo'ladi. Bugun suhbatdoshimiz bor. Suhbatimizni Qandolat opamiz bilan davom ettiramiz. Demak, Qandolat opamiz Samarqand viloyatidan nevrozdan mana shu holatlarni o'zini boshidan o'tkazib 100% qutulgan insonlardan biri. Bugun suhbatdoshimiz bilan suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Qandolat opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Do'stlar hamma yaxshimi? Allohga shukr, yaxshi ustoz. O'zingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ahvolingiz zo'rmi? Endi avvalo shunisiga ham rozi bo'lganingizga rahmat. Rozi bo'laman, 2 marta rozi bo'lamiz-da. Bizlar yaxshi davoladingiz ustoz. Rahmat, boringizga shukr. Men sizdan keyin, gaplaringizdan keyin men juda o'zgardim. Menda bunaqa o'zgarishlar yo'q edi 4-5 yil davomida. Xo'p. Ukol dori bilan yuraman. Bemalol erkin boshingizdan nima o'tgan bo'lsa gapiringki, bizni eshitayotganlar o'sha nima qilsinda, o'zini dardiga o'sha mana siz aytasiz, bitta gapingizdan men ilhom oldim, o'sha gap sababchi bo'ldi sog'ayishimga deyapsiz. Sizga shu bitta gapingiz sababchi bo'lsin, qolganlar sog'ayishga. Kelishdikmi? Shunday, kelishdik ustoz. Mayli. Nevrozdan 100% chiqqanmisiz? Chiqqanman ustoz, chiqqanman. 1 yil davomida chiqdim ustoz. Xo'p, demak, nevrozdan chiqish uchun zo'r gap aytdingiz, ya'niki juda ko'pchilik bizdan so'raydi, qanchada chiqib ketaman? 1 haftadami, 1 oydami, 2 oydami deyman. Hammada har xil. Ya'ni buni muddati yo'q. Ya'ni muddati kimga bog'liq? Insonning o'ziga bog'liq. Xo'p, demak, birinchi savolimiz, o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, keyin savollarimizni boshlaymiz.
Men Samarqand shahridan, Pazdarg'om tumanidanman. Hop, Ismim Aliqulova Qandolat. 45 yoshdaman. xush kelibsiz. Hop, demak, bizni kurslarimizga, bizni o'sha guruhlarimizga qachon qo'shilgandingiz? Avgust oyida 19-avgustda qo'shilgan edim. 2025-yil 19-avgustda qo'shilgandingiz, to'g'rimi? Ha, qo'shilgandim. Hop, endi birinchi savolim, sizda qanaqa simptomlar bo'lgan? O'sha boshingizdan o'tgan hamma simptomlarni birma-bir aytib bering. Menda boshida men salonchilik qilaydim-da, o'sha salonchilikdan burnimda allergiya bo'ldi-da, men dam qisma bo'lib qoldim. Bronxit astma chiqadi hamma joyda meni. O'zi tushkun ahvolda yurganimda, shu bronxit astmadan qutula olmay tushkun ahvolda yurganimda xo'jayinim qayerida o'pkadan operatsiya bo'ldi. U ham menga juda nagruska bo'ldi. Juda ham nagruska bo'ldi. Bu uydanmi, g'amdanmi bilmayman, oshqozon ichaklarga berdi-da bu. Miyamda nimadir bo'ldi-da, shu oshqozon ichaklarim bilan o'tim qiyshayib, oshqozon ichaklar kista deb, shunday har xil kasal chiqaverdi menda. Keyin bularni davolatib, men ba'zi o'zimga kelganimda zominlarga qatnab 3 martalab borardim dam qismaga. Keyin o'rtada ovsinim yo'q bo'lib qoldi-da, u ovsinim bilan juda ham inoq edik bizlar. 3 yilda jigar sirozdan o'ldi ovsinim. O'sha ovsinimdan keyin men kuchli stressga tushdim-da. 7 oy davomida menga hech ukol dori qilmagan ukol dorilar qolmadi, bormagan joyim qolmadi-da. Shunaqa yomon og'ir bo'ldim men. 7 oy deganda o'zim tiklab oldim. O'sha men stressga tushayotgan kunim shunda ichki organizmimda juda kuchli og'riq keldi-da, o'zimda bajarilmay qoldim. Quloqlarim chayillab ketdi-da. Yiqildim men. Qishdan ketganda yiqildim. O'zim bilyapman, qaynonam, xo'jayinim kelib meni turg'izyapti. O'zim bilyapman, lekin tanam ishlamayapti-da. Ovsinimda bu kunisiga men issiga ham bora olmadim. O'zi meni birdan bansaga olib ketdi. Shu eng yomon tushgan stressim o'sha kuni bo'ldi mening. Oldingi kasallarim ham qolib ketdi-da, bu stress menga juda kuchli keldi. Kuniga kuchli og'riq, quloqlarda o'sha chayillagandan keyin quloqlarimda shovqin qolib, uxlamay 5 yil meni u yoqqa olib chop, bu yoqqa siz aytganday jinkashgam qolmadi, momayam qolmadi, qo'lab beradi, bitta qo'y so'yatdan hamsayaga tarqatadi, shunday tarqatadi, shunaqa sadaqa. O'shanday narsalar juda ko'p qildi. Yo'q, hech qaysidan men o'zgarmadim. Orqaga ketaverdim. 5 yil davomida uxlamaganimdan keyin o'zim bir 65-70 kilo edim, men 40 kiloga ham tushib qoldim. Toza orqaga ketdim-da, men endi o'laman degan xayol mendan chiqmay qo'ydi miyamdan. Boshimda og'riqlar aytib o'tirmang. Har 2 soatda ichaman dori, har 2 soatda ukol qilay qolmagan, bez bo'lib ketganda. Tomirlarimga tusholmaydi doktorlar. Shunaqa juda azoblar o'tdi boshimdan doktor. Nima ustoz keyin oxiri bo'ltir shu qiyin ahvolimda kelinim, opamni kelini bu sizni gruppangizga topdi-da, sizni meni qo'shdi-da. O'sha gruppada siz gapirdingiz, xuddi hozir aytgan gaplar hammasini gapirdingiz. Keyin men o'zim tutib oldim. Men kasal emasman demak. Keyin doktorga borsam meni sog'lom deyurdi-da, lekin faqat yurak teziryapti, taxikardiya deyapti, stressga tushgan, nevroz, migren shunaqa chiqaveradi-da. Unday kasallik chiqarmadi mendan, faqat nevroz stress aytuvdi. Meni bu og'riqlar lekin tanangizda qanaqa simptomlar bo'ldi? Yurak urishi, tomoqda yurak urishim 150 talargacha uraydi yurak urishim. O'sha Toshkentdan Javohir degan doktor menga anaprilin bergan edi-da. Anaprilin ichsam, pichi 65 ta uraydi, yana bir 3 soatdan keyin yana yarimta ichaydim anaprilin. Yana ichaydim anaprilin, juda achchi ham bunday odamni bloklaydi ekan yuraklarini, nima qilib tashlaydi-da, shunday kara qilib tashlaydi. Shu tilimga sal tegib ketsa ham, u anaprilin shunday kara qilib qoladi, sezmay qoladi ijtimoiy tillar tamdi. Demak, yurak taxikardiya bor edi. Yana qanaqa simptom bor edi? Taxikardiya bor, keyin qulog'imda shovqin, uxlamaslik, keyin u doktorga borsam karbamazepin yozib beradi, jinnixonamda dorisini 5 yil ichdim. U dorini ichgandan keyin shunaqa yomon ahvollarga tushaydim. Uxlayapmanmi, yo'qmi bilmasdim, o'zim uxlaganimni bilmasdim. Nima bo'laydi bilmayman. Ana shu dorilardan qutuldim. Bulturman shu sizni topganimdan keyin, sizni bu so'zlaringizni eshitib men o'zim tutib oldim-da. Miyamga darrov oldim bu narsani men.
Men kasal emas ekanman, men nevroz ekanman. Deb sizni topganimdan keyin shu siz bergan nimalar darslar hammasini qildim. Nafas mashq, yugurish, fizkultura, sayr qilish, yozish, niyatlarini, yaxshi niyatlarni yozib, buni bajarish hammasini qilib keldim. Mana shu kungacha-da. 1 yil deganda o'zim men 1 yil deganda 100% chiqdim. 6 oy, 5 oy deganda o'zi chiqib boshladim men 80-70% da o'zimda sezuvdim. Men chiqyapman, yaxshiman deb o'zi sizni eshitganimdan o'zim men kuch oldim o'zimga-da. Kuch olganim o'zim bilyapman. Shunda ertalab turish juda qiyin bilaman. Og'riq kuchli. 3 oy 2 oy. Yo, keyin umuman meni qo'yibdi bu og'riqlar. Og'riq qoldiruvchi 2 soatda ichayotgan, bir kunda bir, 2 kunda bir, через день shunday bo'lib kamayib ketaverdi menda. Og'riq qoldiruvchi ichishlar. So'z bilan davolash bo'larmikan? Bo'lar ekan, so'z bilan albatta bo'lar ekanda. 2 marta bo'lar ekan so'z bilan davolash. Shu 2 og'iz bir og'iz so'zingizni, mana shu darsliklaringizni men bajarib bordimdan keyin fitness chiydim oldim. Men fitnessni tashlab ketuvdim bu og'riqlarda. Yana fitnessimni boshladim men. Yaxshi. Fitkulturani birinchi kunlar borsam 20 minut, 10 minut shunday qilaydim. Keyin soatga o'tdim, keyin 2 soatga o'tdim, oylar o'tib. Keyin men o'zimda sog'lomlik sezdim. Miyamda ham shovqinlarim pasaydi qulog'imda. Uxlab boshladim 3 oylardan keyin. Sizni topganimdan keyin 3 oylardan keyin uxlab boshladim. Kuniga eshitaman sizni, kuniga oqshom ham turib yomon bo'lsam, sizni birdan olasa xo'jayinim qo'yadi o'zi. Sizni gaplaringizni eshitib qara deb qo'yadi. Shuni eshita men o'zimga kuch olib, keyin 3 oylardan keyin picha sog'lomlik his qildim o'zimda. Keyin doktorga bordimda, bir apparatga qon siydik analizdan apparat qildida 1 million 140 minglik 29 ta tanani ko'rdi. O'zim Samarqandda ko'rdi. Hammasi norma chiqyapti menda, faqat yurak tezirish bor halida 3 oydan keyin. Keyin doktor aytdi, anapirilin, bir doktorga borganimda aytdi, anapirilini to'xtat dedi menga. Bu yaxshi emas oshqozon ichaklarga dedi. Bisoprolol ich dedi. Keyin 2,5 lik bisoprolol ichdim. Yana bir 3 oy ichdimda uni bisoprolol ichib yurdim. 6 oydan keyin men o'zi nevrozdan chiqqanimga o'zim tanam aytayapti-da, sezyapman. Odam tanasi aytadi-da. Keyin sizni darslaringizda bir nima 2 marta gaplashdim, o'zim unday gaplasholmayman-da, birov bilan gapirishga o'zi og'irroqman ozroq. Siz bilan gaplasholmayman, shunday gapirasiz, gapiringlar deysiz, gapiraman deyman, xo'jayinim gapir, ichingda ana aytdi, men yaxshiman deydi-da. Lekin men aytolmayman-da, qo'shilib ketolmayman-da. Shu darslaringizni o'tkazib bordim-da. Kirib kuniga darslaringizni ko'rib turaman hozir ham. Aha, tushundim. Xo'p, tanangizda bo'lgan o'sha simptomlar, demak, o'sha yurak tez urishi, taxikardiya bo'lgan, keyin quloqda shovqin bo'lgan, yana nimalar bo'lgan? Bosh aylanishi, terlab ketish, qizib ketish, sovib ketish. Ha, u qizib ketishlar doimiy 5 yil davomida meni qo'yib yubormadi. U qizib ketish, yaxlab ketish, Klimixdan deydi, Klimixga davolanaman. U qolmaydi, u Klimix dorilarga ham bu nevrozni qizishi hech qachon qolmay ekanda. Qizib ketaman, sovib ketaman. Oqshom ham shu qizib ketaman, sovib ketaman. Bu meni umuman qo'yib yubormay qo'yuvdi, bu qizib ketish, sovib ketish. Даже mana shu bo'ynlarimda qizarishlar bo'lib ketaydi. Ana shu qiziganimda, tanam, kallam olovda qolganda ketdi, bo'yinlarga qizarish chiqib ketaydi. Ana shu qizishdi. Klimix bunday bo'lmaydi-da hech qachon-da. Bu nevrozdanligini sizdan eshitib, shu bultir avgustda eshitib, bu nevrozdanligini hammasini men o'zi yechib oldim-da. Riski miyam qo'yib berdi. Siz topganimda meni miyam qo'yib berdi. Sizlaringizni eshitib, men birdan o'zim tutib oldim-da sizni gaplaringizni. Ikki o'z gap bilan haqiqatan odamzod yiqiladi, ikki o'z gap bilan turadi degan rost-da. Juda to'g'ri. Xo'p, yana qanaqa simptomlar bo'lgan? Bosh aylanish bo'lganmi, aylanganday bo'lishi? Chibayda keyin o'z-o'zidan oqshom tomog'imga bir nima tiqilib 5 yil davomida tiqilaydi, yo'talib cho'p turib ketaydim. Qaltiroqlar, menga varajalar kelaydi. Shu mana shu nevrozda qanday simptom aytgan bo'lsangiz, hammasi menda bor. Nima, ustoz, hammasi bor edi menda. Qiziydim, soviydim, varaja qilaydim, miyamdan varaja kiraydi, ko'zlarim xiralashaydi, boshim aynalaydi. Bu meni qo'yib yubormasdi-da, umuman qo'yib yubormasdi meni bu. Endi men Xudoga shukr 1 yil davomida men hammasi qo'yib yubordi meni. Men yaxshiman, juda ham yaxshiman hozir, Xudoga shukr. Shunday qilsam yaxshi bo'lganim. Bu nevroz ko'zlaringizni ham xiralashdi. Ko'zimga juda ham ta'sir qildi.
ko'zlarim to'ragim pufakdek ishaydi. Mana shu ichida suv bordek ishaydi, ko'zlarim to'raklari shunday ishaydi-da. Asab qilsam, ayniqsa asab qilib ko'p yig'laydim-da. Men yig'laq bo'lib qoldim. Ko'p yig'laydim. O'zidan yig'laveraydim tomog'imga nimadir tiqilib. Ko'zlarim xuddi ichida suv bordek ishaydi-da. Judayam ahvolim yomon bo'lib o'tdim ustoz. Eslagim ham kelmaydi o'sha damlar endi. Judayam xursandman. Mana shu yil bahor menga juda chiroyli kutib oldim bahor faslini. Boringizga shukr ustoz. Sizni so'zlaringiz, sizni gaplaringiz bilan men judayam oyoqqa turdim. Ukol dori bilan turmadim men. Rostdan ham turmadim. Ukol dori meni orqaga olib ketdi. Naborot orqaga ketdim. Menda o'laman degan fikrlar yo'q. Nimaga unday fikrlar bo'lgan endi? Tavba qildim, orqada qoldi bundan. Juda ko'pchilikka aytaman, esingizda bo'lsa, hali shunaqa vaqt keladiki, Xudo xolasa Nevruzdan tushib chiqqan vaqtingizda o'sha holatingizni eslab kulasiz deyman. To'g'rimi yo'qmi? Haqiqatan shular eslaymanda men nimaga buncha qo'rqqanman? Даже yana bir simptom bor edi menda. Oqshom qorong'iga 7 shunday bo'ldi menda. Mana shu qorong'iga qarasam, hushdan ketaydim. Men o'zim bilmay qolaydim. Qo'rquvdan. Nimaga buncha qo'rqqanman bilmadim endi. Xo'p, demak 5 yil mobaynida kurashgansiz bu Nevruz bilan. 5 yil davomida kurashdim. Bultir sizni topib, sizni so'zlaringizni eshitib, men kasal emasligimga, men haqiqatan nevroz migrenligimga men shubha qilaydimda, yo'q, meni tanam kasal, doktorlar meni allayapti. Men baribir o'laman bir kun. Men qirib ketyapman. Bitib qizib ketyapman, sovib ketyapman, tanamda bir nima ketyapti deb o'ylaydimda, men o'laman deb o'ylaydim. Yo, sizni so'zlaringizni eshitganimdan keyin men o'zim juda yaxshi tutdim-da, juda ham yaxshi tutib oldim o'zimni. Xo'jayinim ham sizga doim rahmat aytadi, qaynonam ham, mana shu sizni topib bergan kelinimga ham rahmat, bolalarim hizrini ko'rsin. Shu kelinim ham ko'zimga yaxshi ko'rinar. Sizni topishga shu yordam qilganda. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Xo'p. Siz ham rohatini ko'ring bolalaringiz. Rahmat, borlaringizga shukr, sizdaylar ko'paysin ustoz. Elimizga xizmat qilayotgan. Men ko'pchilikka aytaman-da, bu Nevruz kasali insonni qashshoq qiladi deyman. Ya'ni qo'shtirnoqida. Xo'p. O'rtada meni xo'jayinim bitta mashina sotdi-da, xo'jayinim o'rtada meni bir mashina sotdi-da Turkiyaga olib borib keldi 3 oy. Bu yoqda mana samolyotda qulog'im shovqini battar ko'tarilib, bu yoqda kasallar bo'lib qolib, yana qaytarib meni olib keldi. Men shunday qaratmagan joy qolma. Aytganingizda ikkita o'g'lim Fizbosda o'qiydi. Ular hozir o'qib, bolalar 3 yil o'qidi, lekin Rossiyada. Mana shu menga aytganingizda qashshoq qilib tashlabmiz. Endi mana o'zimiz tutib oldik, Xudoga shukr. Xudojonim davlatimizni ham qaytardi, sog'lig'imni ham qaytardi. Shunday kunlar o'tdi boshimizdan, qashshoq bo'ldik. O'sha topilgan narsani sotib davolatdi meni. Nima topilsa, qanday pul kelsa meni davolataydi. Hali Turkiya, hali Samarqand, hali Toshkent, ana shunday olib yuraveraydi-da. Hech nimamiz qolmadi meni davolatdi. Bu noo'rin ekan-da, doktorga chopish, bu juda noo'rin ekan. Noo'rin pulni yo'qib tashladik-da. Qashshoq bo'ldik aytganingizdek. Biz turganlarga, hozir aynan o'sha Nevruz bilan kurashayotgan insonlarga qanaqa tavsiyalar berasiz? Ularga tavsiyam avvalamku, nima asab qilmasin ular hech qachon. Asabdan hamma narsa kelib chiqadi. O'zlarini juda ham yaxshi tutishga o'rganish kerak-da. Sizni so'zlaringizga quloq solish kerak. Mana siz bergan nimalarni fizkultura darsliklaringizda hammasini vaqtida qilsa-ku, nafas mashq ayniqsa-da, mana yurak tezirganda nafas mashqlarni vaqtida qilaversa, yuraklarim o'z me'yoriga tushib ketay ekanda. Ularga tavsiyam, sizni nima ki bergan bo'lsangiz, hammasini vaqtida bajarsa, o'ynab kulib yursa, doktorga bormaslik kerak. Doktorga borgan odam ukol dori bilan orqaga ketadi-da. Hech qachon doktorga bormay, shu sizni aytganingizni qilsa-ku, juda ham oldinga ketadi bular. Ikki so'zni miyaga olish kerak bular. Endi bilmasam, ko'plar uncha olmayapti miyasiga. Yo'q, menga ham telefon qiladi-da. Men yaxshi bo'lgan sizga aytganimda, menga o'sha gruppadagilar telefon qilib boshladi. Men ularga juda ko'p fizkultura qilib, nafas mashqi, ustoz nimani aytgan bo'lsa shuni qil. Men juda ham o'zgardim deb ularga juda ko'p tushuntirdim. Ko'plari menga chiqdi Jizzaxdan. Chiqib, mendan rostdan yaxshi bo'ldingizmi deb so'raganlar ko'p bo'ldi mendan. Ularga ham tushuntirdim. Yana ham tushuntiraman. Siz aytganingiz hammasini vaqtida bajarsa, albatta yaxshi bo'lib ketadi. 100% yaxshi bo'lib ketadi.
Faqat tongda turdimi sayr qilish kerak. Holi yo'q bo'lsa sayrni qilsin. Bora holga kirib yaxshi bo'laversa, o'ziga nima kuch olaversa, fizkulturani qilsin, nafas mashqi qilsin, yozsin. Shu hammasini siz aytganingizni qilib men yaxshi bo'ldim-da, rostdan. Ukol dorisiz sizni hamma bergan darsliklaringizni qilib bordim. Tinimsiz qilib bordim. Haligacha ham qilaman. Yaxshi bo'lib ketsam ham qilaman. Bu mashqlar hammasi bu sog'lom odamlar uchun ham, nevroz odamlar uchun ham Ha, shunday, haqiqatan shunday. hisoblanadi. Mana juda ko'pchilik ikkilanadi-da, ya'ni nimadan ikkilanadi? Bizni yoshligimizda shunaqa bir nima deydi, tushunchamiz bor. Qanaqa tushuncha? Kasallikni faqat ukol dori bilan davolash kerak. Faqat ukol dori bilan davolash shart degan stereotip fikrlashlarimiz bor. O'sha fikrlashlar asosida buni to'g'ri qabul qilamiz. Ya'ni qanday qilib men ishonmayman, qanday men ishonishim mumkin, so'z bilan ham davolasa bo'ladimi degan hattoki shunaqangi savollar ham berishadi. Albatta, azizlar, agar siz bizni shu joygacha kuzatayotgan bo'lsangiz, mana o'zingiz guvohsiz. Bundan oldingi videolarimizda ham o'sha yuzma-yuz ko'rishgan nima deydi, shogirdlarimiz bor. Ular bilan ham o'sha 100% sog'aygan insonlar bilan alohida suhbat tashkillashtirib kelyapmiz. Agar sizda ham shunaqa shubha gumon bo'lsa, marhamat, mana shu YouTube kanalimizdagi joylangan barcha suhbatlarimizda, barcha tuzalib ketgan insonlar bilan qilgan suhbatlarimizni boshidan ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Bu nevroz kasalligi shunaqa kasallikki, insonni fikrlarida xolos. Ya'ni o'sha fikrlari tanamizdagi o'zgarishlarni boshqarib turadi. Shuning uchun azizlar, hech ikkilanmasdan, agar sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan, marhamat, bizga murojaat qiling, biz sizga yo'l yo'riq ko'rsatamiz, Alloh qodir qilganicha, qo'limizdan kelganicha. Xo'p, o'zgarish esa avvalo o'zingizga bog'liq. Nimaga o'zingizga bog'liq? Chunki bizga yordam beradigan odam bitta, u ham bo'lsa o'zingizsiz. Sizga yordam beradigan odam o'zingizsiz. O'zingizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi bu nevrozda. Hamma chiqib ketganlar ham, mana shu nevrozdan 100% qutulganlar ham nima qilgan? O'zlari harakat qilgan. Biz esa faqat yo'l yo'riq ko'rsatamiz, to'xtash kerak joyda to'xtang deymiz, yurish kerak joyda yuring, yugurish kerak joyda yuguring deymiz. Xuddi shunday azizlar, avvalambor birinchi navbatda hayotingizda rolini o'zingizning qo'lingizga oling. Ya'ni barcha mas'uliyatni o'zingizning bo'yningizga olganingizdan keyingina sizda albatta ijobiy tarafga o'zgarish boshlanadi. Nimadir demoqchimisiz? Lekin men demoqchiligim, mana masalan, xo'jayinimiz yomon gapirsa qanday xafa bo'lamiz, shirin so'z gapirsa qanday xursand bo'lamiz, ikki o'z gap bilan xafa bo'lamiz, ikki o'z gap bilan xursand bo'lamiz-da. Shundayin negativ fikrni yo'q qilish kerak. Nevroz odamlarda negativ fikr juda ko'p keladi miyaga. Shu paytda nafas mashqlarini qilib, yugurib, chalg'ishga harakat qilish kerak, muzika eshitib, o'ynab kulish kerak. Negativ fikr shunda birdan ketadi-da. Buni yo'lini bilgan odamga oson ekan deb o'ylayman. Yo'lini bilganga, albatta. Sizga negativ fikr kelgan, sizga qaysi mashqlar eng ko'p yordam berdi? Menga nafas mashq bilan yugurish juda ham foyda berdi. Fizkultura, nafas mashq, yugurish menga juda, ayniqsa yuragim tez urganda nafas mashqni qilsalaring, yurak sekinlashadi deb aytganingizga, men nafas mashqni qilaman, haqiqatan yurak davleniya ham tushadi dajda nafas mashqda. Nafas mashqni men davleniyamni ham tushirganman. Demak, faqat to'g'ri qilish kerak. Qon bosimi ko'tarilish bilan ham bog'liq muammo bor bo'lgan, to'g'rimi? 180 ga 110 shunday chiqaydi davleniyami? U esimdan chiqdi. 20 nechiga chiqib ketgan edi. 12,5 da yuraydim, chertnay. Chertnaylar, davleniyalar tushsa, quloqdan shovqin ham pasayadi-da. Azizlar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ya'niki o'sha nevroz holatida inson qanday chiqib ketishi, qanaqangi mashqlar qilishi, umuman birinchi navbatda yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zimizni hayotimizda rolni o'zimiz bo'ynimizga olishimiz kerak. Ya'ni barcha mas'uliyatni bo'ynimizga olishimiz kerak. Nevroz holatda insonni fikrlari aqlidan ustunlik qilib ketadi. Ya'niki insonda deylik aqlimiz bor hamda fikrlarimiz bor.
bir kunda bir sutkada insonni miyasiga 60 mingdan 70 minggacha o'rtacha fikrlar keladi. Tasavvur qiling, qanchalik ko'p fikrlar keladi miyamizga. Uni ichida yaxshi fikrlar ham bor, yomon fikrlar ham bor. Nevroz holatida inson o'sha fikrlari aqlidan ustunlik qilib ketadi. Buni har doim darslarimizda tushuntiramiz. Ya'niki bizda aqlimiz bor, fikrlarimiz bor. Biz sog'lom holatimizda mana bu aqlimiz fikrlarimizdan ustunlik qiladi. Ya'ni qanaqangi yomon fikr kelsa ham mana bu aqlimiz u fikrni jilolay oladi, boshqara oladi. Lekin nevroz holatida bu narsa o'zgarib qoladi. Ya'ni bizni fikrlarimiz aqlimizdan ustunlik qilib qoladi. Ya'ni qanaqa fikr yomon fikr kelsa, aqlimiz ham shunga ishonib ergashib ketadi. Shuning uchun birinchi navbatda yomon fikrlardan miyamizni tozalashimiz kerak. Qanday qilib tozalash kerak desa, o'zini maxsus mashqlari bor, o'sha rezinka mashqlari bor. Pul rezinkasini qo'lga taqib turib, yomon fikr kelgan paytida qattiq tortib qo'yib yuborish kerak. Va mana bu og'riq bilan yomon fikr birlashadida, yomon fikrlarni miyamiz o'z-o'zidan bloklashni boshlaydi. Mana shunaqa mashqlar bor azizlar. Agar siz ham mana shu nevrozdan butkul qutulmoqchi bo'lsangiz, marhamat, darslarimizga qatnashing, konsultatsiyalarimizni oling. Biz sizga o'sha batafsil hammasini qo'limizdan kelganicha, imkonimiz boricha tushuntirib beramiz, yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Azizlar, yana bir holat bo'ladi. Nevroz insonda mashqlarni qiladi, harakat qiladi, ozgina o'sha salgina yaxshilanganday bo'ladi va birdaniga mashqlarni tashlab qo'yadi. Hech qachon mashqlarni tashlash kerak emas. Chunki bu nevroz kasalligini muddati bu o'zingizning mashqlaringizga, o'zingizning kelsa o'sha shaxsiyatingizga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Ba'zi insonlarga bitta konsultatsiyani o'zi yetsa, ba'zi insonlar mana ko'rib turibsiz, 6 oyda, 8 oyda, 1 yilda butkul mana shu nevroz holatidan chiqib ketadi. Demak, azizlar, bu nevroz tananing kasalligi emas, bu ruhiyatimizdagi muammo. Ya'ni ruhiyatimiz charchagan. O'sha stresslardandir, hayotimiz davomida bo'lib yurgan muammolardan, surunkali stresslardan charchash holati hisoblanar ekan. Agar siz ham mana shu holatdan qiynalib yurgan bo'lsangiz, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, darslarimizga qatnashing. Bu nevrozdan qanday chiqib ketish bo'yicha batafsil ma'lumotlarni, ilmlarni o'rganing. Albatta bu kasallikni yengasiz, men bunga ishonaman. Faqat ozgina harakat qilishimiz kerak, sababiyatini qilishimiz kerak. Yana qanaqa aytadigan tavsiyalaringiz bor? Bizni eshitib turganlarga, aynan bizni erinmasdan, sabr bilan mana shu joygacha videoni ko'rganlarga, eshitganlarga qanaqangi o'zingizni shaxsiy tajribalaringizni ulashasiz? Ya'ni nimalar qilishsin, qanaqa maslahat berasiz? Qisqacha shu bilan videomizni tugatamiz. Bu nima men aytganim, siz boyagi nima deydingiz-ku? Nima yolg'on davlina deydingiz, bilsangiz. Nevrozda yolg'on davlina chiqadi deydingiz. Bu ham rost ekan. Meniki 180-160 ga chiqaydi davlinam. Qo'rqib qolaydim, birdan magneziyalar olib qolaydim-da. Yo'q, hozir shu sizni tavsiyangiz bilan nafas mashq qilaman, birdan turib fizkultura qilaman yoki ozroq yuguraman yoki sayr qilaman. Ana shu bilan davlinamni ham tushirib olyapman-da. Juda ham ishonsin bu hamma o'zimizda nimalar, gruppadagilar ishonsin bu narsaga. Ishonib o'zidan chiqib qilsa harakatni, albatta yaxshi bo'ladi bular. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech kim yaxshi bo'lmay qolmaydi. Mana shu darsliklaringizni eshitib, negativ fikri kelganda yoki davlinasi chiqqanda chalg'ishga harakat qilish kerak. Faqat chalg'ish kerak. Xiyolni joyiga qo'yish kerak-da hamma. Bu negativ fikr juda ko'p kelar ekan nevrozga. Buni men 100% bilib bo'ldim-da. Nevroz holatida ilmda ahamiyat qanchalik ekan? O'qish kerakmikan yoki shart emasmi? O'qish kerak. O'qish kerak ekan. O'qish ham kerak ekan bunga. Keyin shu siz aytgan nimalar hammasini vaqtida bajarsa, albatta yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat shu tomonda o'ylash kerak. Mayli ahvol yomon bo'lsa ham, men yaxshi bo'laman deb intilsa, albatta yaxshi bo'ladi. Mashqlarni qilib, holi bo'lsa ishlasin, biror nimaga ovunsin. Men ovundim, men fitnessga ovundim.
Demak, bu uyda yotib davolanadigan kasallik emas. Yo'q, yo'q, bu to'g'rimi? uyda yotsa battar bo'lar ekan. Battar orqaga ketaverar ekan. Men fitneslar tayyorlab kiyib oluvdim. Uyda qorong'i qilib yotib olaydim. Umuman chiqmaydim uydan. Yo'q, bu holatda men orqaga ketayotgan ekanman. O'zimni o'zim tamom qilayotgan o'zim ekanman. Bilsam. Shu sizni topganimdan keyin aytyapmanki, hamma aytganingizni suvsiz bajardim men. Hali ham bajaraman. Tongda turib sayr qilaman, fitnesimga boraman, kelaman. Fitnesga ham 12 birlarda qaytaman-da fitnesdan. Ungacha ham men ancha vaqtim yaxshi o'tadi. Uyga kelib ishlarimni qilaman, qo'shiq eshitaman, nafas mashqlarini qilaman, hammasini qilaman, ustoz. Ular ham bajarish kerak. Bir xil bir kun qilar, ikki kun qilmaydi, unda yaxshi bo'lmaydi. Hech qachon yaxshi bo'lmaydi unda. Tushunarli. Xo'p. Ertalabni abitda qilish kerak. Vaqtida bajarish kerak. Hamma bergan nima fizkultura, mashq, hamma nimalaringizni bajarsa vaqtida albatta yaxshi bo'ladi. Bir kun qilib, ikki kun qilmasa bu yaxshi bo'lmaydi-da. Keyin uydan chiqsin. Holi bo'lsa ishlasin. Yengil ishda bo'lsa ham ishlab olinsin. Uyda o'tirib davolayotgan kasal emas ekan. Haqiqatan shunday ekan. Bu kasal. Bu nevroz holatidagi odamga hamma narsa bir yomon ko'rinadi, yomon eshitiladi. Lekin albatta inson harakat qilsa, bu narsadan bemalol chiqa oladi. Mana bitta hayotiy misol. Xo'p, shuning uchun aytsa kerak-da, beshikdan to qabrgacha ilm izlanglar deb. Ilm albatta insonni o'zgartiradi. Ilmni o'zga najot yo'q va bo'lmagay deb juda ko'p eshitganmiz yoshligimizda. Albatta, sizga kattakon rahmat. Mana shunday Sizga ham rahmat, ustoz. Avvalam sizga rahmat. uchun, ijobiy fikrlaringiz uchun, mana shu nevrozdagi insonlarga bergan daldangiz uchun kattakon rahmat. Bu nevroz kasalligi sizga qaysidir ma'noda rivojlanish uchun ham turtki bo'ldimi, yo'qmi? Turtki bo'ldi, albatta turtki bo'ldi. Bo'ldi, ustoz, bu menga. Xo'p, ajoyib suhbat uchun rahmat. Sizdan yanada yaxshiroq natijalar kutib qolamiz, albatta shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Azizlar, demak bugungi suhbatdoshimiz Samarqand viloyatidan Qandolat opamiz bo'ldi. 1 yil muddatda nevrozdan 100% ga sog'aygan, bu nevroz kasalligi bilan 5 yil mobaynida kurashgan. Mana shu suhbatda hammasini jonli o'zlarini og'izlaridan eshitdingiz. Agar sizda ham shunaqangi qo'rquv, vahima, panika, yurakning tez urib ketishi, tomoqda tiqilishlar bo'ladigan bo'lsa, doktorga boryapsiz. Doktorlar sizni soppa sog'lom chiqaryapti. Boshqa joyga boryapsiz, hech qayerdan shifo topa olmayapsiz. Bu demak ruhiyatimizda charchashi, ya'ni nevroz bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, marhamat darslarimizga qatnashing, konsultatsiyalarimizga qatnashing. Pastda nomer qoldiramiz, shu nomerlarga aloqaga chiqing. Keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha hammaga sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, mustahkam iymon tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Sizga ham rahmat alohida. Rahmat ustoz, avvalam sizga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, ustoz. Xo'p. Rahmat.